jiddiy raqiblarga qarshi Yava shunda ham Marselning iltimosiga hop deb javob berib, Pierre-Emerick Aubameyangni chaqirmabdi. Lekin chaqirish kerak edi uni ham. Bizga ham yaxshi bo'lardi Aubameyangga qarshi o'ynash. Hozir esa ko'raylikchi Gabon nima o'ylab topadi. Yomon emas, mana bu uzatma, bunisi ham va bu golga olib kelmoqda. Birinchi hujum tezkor kombinatsiya, qanotdan yorib kirib, lekin paslar bilan, ya'ni yuqoridan emas, aynan paslatib o'ynab darvozamizni ishg'ol qilyapti. Chiroyli bir uzatma bilan jazolab qo'yishi mumkin. Yaxshi ham lat yemabdi. Ruxsat bor. Uzatma ham bor, zarba ham bor, gol ham bor. Eldor Shomurodov. Kim? Albatta Eldor qiyin vaziyatdan olib chiqib ketyapti jamoamizni. 1-1. Munosib jazoladi. G'aniyev o'ziga nisbatan ishlatilgan qo'pollikni. G'aniyev anchagina faol bugun. Shoma unga Alijonov, Hamrobbekov. Paslar, ajoyib kombinatsiya, Oston ko'payib ketdi. Pas bersa ham bo'lardi, ursa ham bo'lardi. Noaniq. Hozircha 1-1. Yana chap qanotdan hujum Gabonda va voy, yana. Voy, O'rozov va baraka top. Nimadirlar bo'lib ketdi. Hozir darvoza ustuniga tegdi to'p, keyin O'rozovga tegdi. O'tgan hakam tojikistonlik Abdullo Davlatov. Aynan u boshqaryapti. Hozir chap qanotdan hujumni rivojlantirish bor. Nasrov ajoyib tarzda to'pni yetkazib berganda Sherzod markazga Oston O'runov. Menimcha to'pga tegindi, lekin kerakli darajada bo'lmadi. Bu teginish Hojiakbar Alijonov. Boshqa zarba. G'aniyev bosh bilan zarba. Ikkinchisi nihoyat darvozani ishg'ol etdik. Golni nishonlamoqdamiz va O'rozov. Birinchi taymdagi birinchi burchak zarbasi yodingizdami? O'sha yaqin burchakka yo'naltib, hozir ham Alisher gol urib beryapti. Mana bizning klassik qarshi hujumimiz bermadi hech kimga. Alisher o'zi hal qildi. Yaxshi ma'nodagi qizg'anchiqlik. Boshqacharoq so'z edi. Hozir finti bilan himoyachini chalg'itgani ham zo'r chiqdi. Mana bu yerda himoyachi chalg'idi, yo'l ochildi va uning finti bizni boyga O'rozovdan chalg'itish kerak emas. Bugungi oltin to'pni olib chiqib O'rozovga